Aka-ukalar, do'stlar, xudo xolasa bugun sizlarga Dehqon akamizdan chotki Greenford buqamizni olib chiqamiz. Bugun shunaqa izlab yurgan buqalarga, xudo xolasa ishqibozlarga zo'r video bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum deb qolamiz. Bugun hafta kuniga yakshanba 5-oktyabr 2020-yil biz Farg'ona viloyati Rishton tumanidamiz. Hurmatli akalar, akalar, buqani holatini ko'ryapsizlar. Zo'r holatda, chotki holatda olib rasa boqaydigan boqma buqa olib yemlaverasizlar. Agar so'ygani ham yaraveradi. So'yaman deb olaman deganlarga so'ygani ham yaraveradi. Bo'ylari 1.20, 1.15, 1.20 ni atrofida. Holati yaxshi, yeb ichishi sog'lom. Dehqon akamiz necha oy oldin olgandingiz aka? 2 oy. Assalomu alaykum Dehqon aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Dehqon akamiz endi hozir ekranga chiqqancha nima qilaman deyishyapti, o'zi lekin haqiqiy Dehqon akamiz 2 oy bo'ldimi olganingizga? 2 oy oldin olishgan ekan, xudo xolasa mana boqishibdi, yaxshi. Ishtahalari zo'r, yaxshi holatdagi mol. Bunday ko'rsatib o'tib ketaman. Bitta aka yeyishini ham ko'rsataylik. Bitta yeb ichishini ham ko'rsataylik aka. Mana aka. Yeb ishlarni ko'rasizlar aka, ishtahalari zo'r, xudo xolasa mana. Olgan odam baraka topadi. Hozir narxini ham aytib o'tib ketamiz. Yaxshi holatdagi mol, hammaga manfaatli bo'lsin degan holatda. Akalar, chotki holatdagi buqa ekan. Greenford bular zotli, hali gigant bo'ladi, katta bo'lib yetilib ketadi. Hali ko'chadi ekan pashti. Tish buzmaganmi, buzmaganmi aka? Yo'q. Tish buzmagan hali mol. Mana molni yeyishlarini hozir bu tomondan ko'rsatib beraman. Mana molni yeyishlarini ko'ringlar. Mana akalar. Molni yeyishi zo'r, xudo xolasa. Shunaqa izlab yurganlarga manfaatli bo'ladi. Narxini necha pulga aytayapsiz endi akajon? Hech kim endi mo'ljal, hech kim aytganiga o'tmaydi. Baribir buncha mo'ljal desangiz, xudo xolasa kelishtirib ketishadi telefon qilishib. 22 kami bor deyapsiz. 22 kam bor deyapsiz, a? 22 kami bor. 22 kam bor akalar. Mana molni holati yaxshi, ko'ryapsizlar. 22 million so'm kam bor. Tirik vesi xudo xolasa 250-300 kilo atrofida chiqib qoladi menimcha. Holati yaxshi, ishtahalari zo'r. Telefon raqamlarini qo'yamiz, aloqaga chiqarasizlar. Bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar.